Bemorimiz bizga quyidagi shikoyatlar bilan murojaat qilishdi. O'ng burun sohasidan yiringlar jarayoni kelishiga, o'ng burun sohasi hidlanishiga, o'ng burun soha yuqori jami peshona sohasidagi og'riqlarga shikoyat qilishdi. Endoskop orqali tekshirib ko'rganimizda o'ng taraf o'rta burun yo'lida yiringlar jarayoni kelishini ko'rdik endoskop orqali. Rentgen orqali tekshirganimizda o'ng oyoq sohasida yiringni aniqladik. Hozir prokol qilib yiringni olib tashlaymiz. Bemorimizni mana prokol qildik. Endi yiring bo'lgani uchun, yiring hidli chiqqani uchun kateter qo'yib qo'ydik. Oling kateterni. Kateter qo'ydik. Endi xudo xohlasa kateter orqali 2-3 kun davomida yuvib turamiz. Fazo holat toza bo'lib, chiroyli bo'lib qoladi.